Oilada ayollarni baxtsiz qilayotgan 5 ta xato. Siz ham bu xatolarni qilmayapsizmi? Birinchisi, vazifani huquq bilan adashtirish. Ko'p ayollar islomdagi huquqlarni yaxshi bilib oldi, lekin mas'uliyatini unutib qo'yapti. Islomda faqat mening haqqim emas, mening vazifam ham bor. Ikkinchisi, erkakka hurmatning kamayishi. Bugun ko'p oilalarda erni kamsitish, so'zini mensimaslik, uni bolalarning oldida izzat qilish odatiy bo'lib boryapti. Holbuki islomda ayolning eng katta kuchi itoati va sokinligi. Uchinchisi, dunyo va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri. Instagramda ideal hayot, ideal er, ideal oila bilan o'z nikohini solishtirish bu juda xavfli. Bu shukurni o'ldiradi, norozi qalbni ko'paytiradi. To'rtinchisi, sabrni past baholash. Bugun sabr zaiflik deb ko'rilyapti. Sen hamma narsaga qodirsan, sen ayolsan, sen mustaqil bo'la olasan degan gaplar bilan ayolning noshukurligini oshirishyapti. Aslida esa sabr eng oliy daraja. Hamma narsada darrov bo'lishi kerak degan fikr nikohni yemiradi. Va eng asosiysi beshinchisi, til. Achchiq til, doimiy e'tiroz, taqqoslash, minnat qilish erkak qalbini sekin-sekin o'ldiradi. Ko'p oilalar aynan til sabab soviydi. Lekin bu yerda bir muhim haqiqat bor. Bu xatolar ayollarning yomonligidan emas. Bu tarbiya, muhit, noto'g'ri tushunchalar va oila haqida ilm yo'qligidandir. Shu sababli men islomda oila, muammo va yechimlar nomli 6 soatlik audio kitob tayyorlab qo'ydim. Bu nafaqat ayollar uchun, balki erkaklar uchun hamdir. Biodagi havola orqali o'tib, ushbu audio kitobni olishingiz mumkin.